Vobkentda tezkor reyd tadbirlari davomida uyushgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Holatni batafsil o'rganish uchun muxbirlarimiz voqea joyiga yetdi. Uni qara, Vobkenga shunaqa narsa beribdi. Soqqasini qilib yurgan bu yig'ishdi. Jo'rajon, sen детский время belli uxla. Yana nima bo'ldi? Uxlashga qo'yasanlarmi? Sen uxlang. Oldinga bilajak miyakida turibdi. Yana nimani boshladilaring? Mana qara, bittasi kuchli jamoa, bittasi kuchsiz jamoa. Bizlar kuchli etikamiz, 1 yillik kontraktimizni 2 yilga olamiz. Tushunayapsanmi? Yo'q joydan pul. Agar mana shu 50 ming so'm ertalabgacha 100 ming so'm bo'lsa, uje men sizlarni kirgizarman. Men Ture, kech qoldiga darsga borishimiz kerak. Pulingni qo'ydim. Hozir ko'rishsak bo'ladimi? Dadamning ahvollari og'ir, menga pul kerak. hal qilamiz. Yaxshimisan, tinchmisan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ozgina pul yig'ib qo'ygandim. Bu nimaga? Dadamning operatsiyalari uchun 5 ming yig'ib qo'ygandim, sizga tursin. Mana kuchli kamanda o'xshaydi, mana shuni tikish kerak. 5 ming. Shuni 3 kun ichiga 10 ming qilamizmi? 100 ming qilamiz. Yes! Qara bu Bir bayram qilamiz. Mayda, poyez ketaman, cho'pingani qara, buni qara, buni qara. Oqdi. Oqdi. Mashinang bor-a? Xayrlarda yuribdi ekan, telefonni ko'tarmaydi ham. 3000 beraman. Ber. Aziz, Garovga pasportlarni bersak, yana pul beradimi? ha? Oqdi.